Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, nima ham deymiz? Har safargi gapimiz biz bu qabristonni ham obod qildik, ozoda qildik, chiroyli qilib o'tlarni o'rdik, biz buni uddaladik. Bu ishlarda esa qashachlarimizni, qorinlarini chiroyli qilib to'yg'izgan akalarimizga alohida rahmat, Botir aka, Akmal aka xo'sh. Albatta, bunaqa ishlarda hamisha biz yonimizda faqat shu akalarimiz ko'rasizlar. Biz bu akalarga hech qachon xiyonat qilmaymiz. Mehnatlariga rozi bo'lsin, bugungi osh vashe dahshat chiqqanmiz. Har safar shirindan shirin, mazalidan mazali bo'lib chiqyapti. Shu akalarimiz shu kunning issig'ida konteynerda yotmasdan kelib turib hasharchilarimizga mazali oshlar qilib berishdi. Ulardan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Kamiga hasharlarimizni o'zlari ishtirok etishdi, o'zlari ham o'rishdi qo'ldan kelgancha. Bundan ortiq baxt bormi bu dunyoda? Rahmat. Kommentlarda sizlar ham kelasizlarmi? Fikr bildiringlar, qo'shilinglar safimizga. Hech qanaqa sarmoya yoki bir xarajati yo'q. Faqat kelib qo'l kuchi, mehnat kuchi, kelib turib o'roq bilan o'tlarni o'rib, bizlar bilan hashar elga yarashardi. Rahmat. Rahmat qilamiz.